Obunachilar bizdan ko'pchilik 5.5 ko'proq uy ko'rsating deganlar uchun aynan xuddi shunaqasini topib qo'ydik. Anaqa 5 qavatli yangi ishli domda 4-qavatdan umumiy maydon 68 metr kvadratdan iborat bo'lgan bitta xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Uyimiz ko'ryapsizlar. Kadastr hujjatlari joyida, suvdan, gazdan, svetdan muammo yo'q. Faqat naqd pul bilan kelsalaring sotib olish imkoniyatiga egasizlar. Rassrochka, qarz, kredit degan narsaning iloji yo'q. To'g'ri tushuninglar. Buni oldingi narxi $38.960 so'ralgan. Shu kecha kunduzda buni narxi ancha tushib qoldi. $37.860 so'rayaptilar. Faqat naqd pul evaziga. Manzilda aytsak, manzil Buxoro shahar 5-mikron. Lagmani deb kelsalaring bo'ladi. Qo'limizda lagmanning o'zi ko'rinib turibdi. Yo'l ustidan birinchi liniyada joylashgan. Hurmatli yurtdoshlar, mehnatimiz qadrlaysizlar degan umidda like va obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. O'zi video davomida ko'ramiz va baho beramiz. Ketdik. Keling. Hurmatli yurtdoshlar, siz bo'lsa kvartiramizni ichki obzorini boshlaymiz. Xonalarimiz alohida. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, yo'lak bo'ylab sanzor kuxniyaga o'tamiz. Keling, birinchi xonaga qaraydigan bo'lsak, xo'p, zal deymiz, spalni deymiz, farqi yo'q. Dekorativ ishlovlar berilgan, super mo'yincha, yaxshi ob'yotlardan yopishtirib qo'yibdilar. O yoqda to'liq laminat qilingan. Tepa qismiga ahamiyat beradigan bo'lsak, natijali patolog qilingan. Issiqlik tizimi uchun anaqa turetskiy radiatorlarni joylashtirib qo'yibdilar. O'yinlari 2 qavatli akvaplast romlar turibdi. Keling, bitta tashqi atmosferani bitta ko'rsatib yuboring. Hurmatli obunachilar aniq ko'rsin, adashib qolmasliklari uchun. Ko'ryapsizlar, 7 gazali protifdagi yangi ishli domlar. 5 qavatli yangi ishli dom, 4-qavatli bez lift. Xo'p, eshiklar ham yaxshi. Rossiyskiy MDF eshiklar qo'yilgan ekan. Ana bu joyda ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizda ham menga yoqqan tarafi ikkita uyimizda ham razmer bir xil. Kattaligi. Spalnimiz ham spalni bilan juda ham katta va keng. Bu tarafda ham xuddi shunday panorama oynalar qo'yilgan, konditsioner joylar tashab ketilgan. Bilmadim, 37.900, arziydimi, arzimaydimi, buni sizlar hal qilasizlar. Biz oddiy bitta sababchi biz xolos. Xo'p, mana bu qismda sanzurimizni ko'rishimiz mumkin. Sanzurimiz patolga kafil qilingan. Suv isitgichlar joylashtirilgan. Hamma narsasi mavjud. Kamiga nasuscha ham qo'yib qo'yibdilar suvdan bo'lmasligi uchun. Ana bu qismda kuxnyasi. Kuxnyani ham ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Partikchalar terib qo'yibdilar, kuxnyaga haqida terib olasizlar. Issiqlik tizimi uchun dual-konturli kotelda joylashtirib qo'yibdilar. Hurmatli obunachilar, biz sizlarga hozir 2 xonalik 68 metr kvadratdan iborat bo'lgan kvartirani obzor qilib ko'rsatilgan. Narxi $37.860 so'raladi, faqat naqd pul evaziga. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar, kuxnyamizdan kompaktligini, kuxning nabor terib, stol o'tirib joy ichish uchun ozgina kichkinaroq joy bo'lishi mumkin. Bu kompaktli kuxnyamiz. Tepa qismi ham natijali patolog qilingan ekan. Obunachilarim, e'tibor beringlar, narxi $37.860 faqat naqd pul evaziga so'rashlari mumkin. Barakasi uchun o'tib beradigan joylari mavjud. Uzoqdagi hurmatli hamyurtlarim, oltin boshlaring omon bo'lsin, oilalarining baxtiga eson-omon kelib olishini nasib etsin. Yaxshi kunda ko'rishguncha.